Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Reuter yoki reaktiv artrit kasalligi autoimmun kasalliklarning bir turi sifatida qabul qilgan edik, lekin bu yerda haqiqiy autoimmun jarayondan biroz farqli ravishda jarayon o'zgacha kechadi. Mana shu holatni izohlashga harakat qilaman. Mana bu yerda demak ramziy tarzda tanamizni oldim va tanamizdagi mana bu to'qima hujayralari, ularga qarshi immun tizim faollandi. Albatta nishon hujayrani adashtirib qo'yishdi. Ular o'zimiznikini tanlab olishdi va ularga qarshi mana shunday antitanachalar hujum uyushtirdi va bu yerda autoimmun jarayon shakllandi. Ya'ni yallig'lanish jarayoni rivojlandi. Bu yerda hech qanday sabab yo'q. Tanada o'zidan mana shu jarayon shakllanadi. Endi mana bu yerda Reuter uchun rangni to'g'ri tanlab olaylik va Reuter uchun ham mana bunday tanamizni shaklini tasvirlab oldim. Bu yerda dastavval tanaga mana bunday mikrobakteriyalar, mikroorganizmlar, ya'ni bakteriyalar tushib oladi va ularga qarshi tanada immun tizim faollanadi. Mana bizning antitanachalar va ular hujum uyushtirishyapti va ularni nobud qilishadi va bir oz vaqtdan so'ng, mana bu demak vaqt oqimini anglatadi, ya'ni ma'lum bir davr o'tgandan so'ng bu yerda mana bu tanamizning hujayralari yoki to'qima hujayralari deylik. Mana ular mana shu to'qima hujayralarga qarshi immun tizim faollanadi. E'tibor bering, yana o'sha qizil ko'rsatkichlar. Mana bu yerdagi. Ya'ni bakteriyalarni o'ldirib bo'lgandan so'ng ulardan ortiqcha shakllangan, ya'ni mana bu antitanachalardan va ular to'g'ri tanaga hujum qila boshlaydi. Bu hujayralar qayerda joylashganligiga qarab har xil holatlar, ya'ni simptomlar shakllanadi. Demak, Reuter kasalligi autoimmun jarayondan farqli ravishda infeksiya bilan bog'liq ekan. Demak, infeksiya bilan bog'liq jarayon ekan. Bu yerda qaysi infeksiyalar ishtirok etadi yoki qaysi bakteriyalar ishtirok etadi va qaysi tizimdan ular kirib oladi tanamizga ko'rib o'tamiz. Dastavval me'da ichak tizimi. U yerda odatda zararlangan ovqatlar orqali bakteriyalar rivojlanadi. Ya'ni tashqaridan kirib olishadi va u yerda rivojlanishadi. Bu bakteriyalar ko'pincha salmonella va shuningdek shigella. Bu ikkala mikroorganizm demak oziq-ovqat mahsulotlari orqali tanamizga kirib oladi. Shuningdek yana bir tizim bor. Siydik tanosil tizimi. Bu tizim orqali esa gonoreya va xlamidiya tushib oladi. Ikkalasi ham, ya'ni jinsiy a'zolar yoki siydik yo'li orqali tanaga kirib olishadi va o'ziga xos yallig'lanish jarayonini chaqirishadi. Bu mana shu 4 mikroorganizm. Demak, bu mikroorganizmlar odatda xalq orasida, ya'ni qaysi populyatsiyada ko'p uchrashini taxmin qilishimiz mumkin, chunki xlamidiya, gonoreya ko'pincha yoshlarda va ko'pincha erkak jinsi vakillarida, ya'ni erkaklarda taxminan 20-40 yoshlar orasidagi yigitlarda mana shu holat tez uchrab turadi. Bu jarayon, mana bu mikroorganizmlar tanaga kirib oldi va mana bu jarayon reaktiv holat avjlandi, ya'ni boshlandi. Natijada qanday klinik belgilar yuzaga keladi? Bir ko'rib o'tamiz va ularni biz umumiy qilib belgilab olganmiz, ya'ni bir guruh simptomlarni alohida qilib ajratib olganmiz. Birinchi guruhimiz bu ko'rishning buzilishi. Albatta ko'zlarga hujum qiladi bu bakteriyalar deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, unday emas. Bu yerda albatta mana bu holat, ya'ni bakteriyalar chiqib ketdi, lekin mana bu antitanachalar ko'zga hujum uyushtiradi va u yerda konyuktivitni chaqiradi. Konyuktivit qizil ko'z simptomini bizga beradi. Ya'ni qizil ko'z simptomida ko'zlarga
ko'zning oq qismiga qon tomirlarining inyeksiyasi, o'sha yerdagi qon tomirlarining kengayib ketishi oqibatida qizil ko'z simptomi yuzaga keladi. Tashqaridan qaraganimizda ko'zlar qizargan holatda bo'ladi. Va ikkinchi asosiy yana bir belgi yoki yallig'lanish holati uveit. Uveit biz bilamizki, bu jarayon ko'zning old kamerasidagi yallig'lanish jarayoni edi. Demak, uveit natijasida biz yorug'likka qara olmasdik va ko'zlarimizda og'riqlar paydo bo'lar edi. Yorug'likka qarashga qo'rqib qolar edi bu jarayon tufayli bemorlar. Shuningdek, yana bir holatimiz bor, ya'ni yana bir katta guruhimiz simptomlarning bu demak peshob ajratishning buzilishi. Peshob ajratish buzilishi. Albatta, buzilish deyishimiz biroz noto'g'ri. Ya'ni hozir tushuntirib o'taman, bu yerda jinsiy a'zolarni tasvirlashga hojat yo'q, chunki peshobni odatda jinsiy a'zolarimiz orqali ajratamiz. Demak, hamma deyarli tushundi va bu yerda birinchi belgi bu uretrit. Keling, kichik harflar bilan. Uretrit. Ya'ni siydik chiqarish kanalining yallig'lanish holati. Bu yerda mana bu antitanachalar ham hujum uyushtiradi va uretritni chaqiradi. Keyingi belgimiz bu servitsit. Bilamizki, bu bachadon bo'yinchasining yallig'lanish holati. Aytishimiz mumkin, bu siydik ayirishga qanday aloqasi bor? Ya'ni peshob ajratishning buzilishida buning qanday ahamiyati bor deyishimiz mumkin. Bu bachadon bo'yinchasi odatda siydik ayirish, tashqi siydik ayirish tizimiga yaqin joylashgan va u yerda og'riqni keltirib chiqaradi. Darvoqe, buzilish so'zini xato ekanligini, ya'ni noto'g'ri ishlatilganligini bilishimiz mumkin. Bu yerda asosan og'riq paydo bo'ladi. Ya'ni siydik ajratishdagi og'riq. Biz endi umumiy qilib mana bu ko'rishning buzilishiga monand ravishda peshob ajratishning buzilishi deb nomlab qo'ydik. Keyingi buzilish. Demak, yurishning yoki keling boshqacha qilib aytganda, yurishning buzilishi. Bir oz kulgili, lekin yozib qo'yamiz. Yurishning buzilishi yoki yurishning buzilishi. Demak, bu yerda nima bo'ladi? Bo'g'imlarga hujum uyushtiriladi. Mana bu antitanachalar tomonidan asosan katta bo'g'imlarga, demak, katta bo'g'imlarda yallig'lanish jarayoni, katta bo'g'imlar zararlanadi. Shuningdek, bular asimetrik tarzda. Va e'tibor bering, faqatgina katta bo'g'imlar, bu katta bo'g'imlar odatda tizza va shuningdek son chanoq bo'g'imi mana shu jarayonga tortiladi. Lekin bu yerda asimetrik hodisasi bor, ya'ni bir bo'g'im, ya'ni son chanoq bo'g'imining ikkala tomonida ham jarohat ro'y bermasligi mumkin. Bu juda ham zo'r. Ya'ni bizning differensial diagnostikamizda, ya'ni tashxisni aniqlab olishimizda juda ham katta yordam beradi mana shu asimetriya hodisasi. Endi bu yerda biz mana bu mikroorganizmlar tufayli ham zararlanishni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bo'g'im ichiga mikroorganizm tushganda ham xuddi shunday zararlanish ro'y berishi mumkin. Bu holat ro'y bermaganligini aniqlash uchun bo'g'im suyuqligini tekshirib ko'ramiz. Demak, bo'g'im suyuqligi steril degan jumlani ishlatamiz. Bu belgi. Steril, mana bu demak L harfi. Bo'g'im suyuqligi steril. Nega? Chunki bu yerda ko'rib turibmiz, bakteriyaning o'limidan so'nggina mana bu reaktiv artrit yoki reaktiv jarayon rivojlandi va o'z-o'zidan bo'g'im suyuqligi steril bo'ladi. Ya'ni uning ichida hech qanday mikroorganizm yo'q. Lekin boshqa bir holatlarda mana shu mikroorganizmlar topiladi. Bu infeksion yallig'lanish yoki infeksion artrit deyiladi. Mana bu klinik simptomlar qachon paydo bo'ladi? Bu juda ham qiziq. Ya'ni bakteriya tushdi, xo'sh, undan so'ng nima bo'ladi? 1-3 hafta o'tgandan so'ng, ya'ni 1-3 haftadan so'ng mana bu ikkala guruh bakteriyalar tushgandan so'ng 1-3 hafta o'tib, odatda albatta ba'zida 45 kungacha ham davom etishi mumkin, ya'ni uning inkubatsion davriga bog'liq. Mana shu davrdan so'ng
mana bu klinik belgilar namoyon bo'la boshlaydi. Va albatta bu guruh, ya'ni bu katta guruhlar paydo bo'lgandan so'ng, ya'ni klinik belgilar paydo bo'lgandan so'ng albatta Reyter kasalligi yoki reaktiv artrit kasalligi deb tashxis qo'ya olamiz. Davolashda nima qilamiz? Ko'rib o'tamiz. Demak, davolashda birinchi galda biz mana bu mikroorganizmlarning bor yo'qligiga e'tibor qaratamiz. Ya'ni bu yerda agarda mikroorganizmlar bo'lsa, demak biz darhol antibiotik beramiz bemorga. Ya'ni infeksiyaga qarshi. Demak, infeksiyaga qarshi mana bu antibiotiklarni bera boshlaymiz va biz mana bu mikroorganizmlardan qutulib olgandan so'ng simptomatik davoni olib boramiz. Demak, simptomatik davo. Bunda nimalardan foydalanishimiz mumkin? Birinchi galda biz og'riqni qoldirish maqsadida, e'tibor bering, bu yerda hamma yerda, ya'ni it bu yallig'lanish degan ma'noni anglatar edi va kasallikning nomida ham bu qo'shimcha bor. Yallig'lanish bor joyda albatta og'riq kuchli bo'ladi. Konyuktivitda, uvitda, uretritda barchasida og'riq bor. Va albatta unga qarshi nosteroid, yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qo'llashimiz mumkin. Og'riqning kuchiga qarab albatta har xil og'riq qoldiruvchi guruhlardagi dori vositalarini berishimiz mumkin. Shuningdek, yallig'lanish jarayoni kuchli bo'lsa, demak, yallig'lanish jarayonining ketishiga qarab biz steroid dori vositalarini berishimiz mumkin. Mana shu jarayonni so'ndirish uchun. Demak, steroid. Odatda bu dori vositasiga hojat qolmaydi. Mana bu nosteroidning o'zi yetarli bo'ladi. Bu o'tkir holatdagi kechuvchi reaktiv artrit uchun. Lekin yana shunday davri bor, ya'ni surunkali holda ham kechishi mumkin. Buning asosiy sababi bu yerda mana bu bakteriyalarning yana qayta tushishi. Bu holat bizga surunkali jarayonni keltirib chiqaradi. Bunda mana bu belgilardan tashqari yana bir organ jarayonga tortiladi. Bu yurakdir. Demak, yurak jarayonga qo'shilganda, e'tibor bering, jarayon biroz jiddiyroq kechadi. Demak, mana shu yerda bu holatni ochiq qoldiramiz va ko'rib turganingizdek, Reyter kasalligida mana shu asosiy klinik belgilar shakllanar ekan va davolashda ham antibiotiklardan foydalanamiz boshqa autoimmun kasalliklardan farqli ravishda.